biologiyadan B va C darajadagi sertifikatga ega bo'lgan o'quvchilar sertifikatingizdan foydalanmasligingizni tavsiya qilaman. Assalomu alaykum. Men Sharxon ta'lim o'quv markazi biologiya fan o'qituvchisi, 11 yillik tajribaga ega Noniyorbek Hayitboyevman. Nimaga deydigan bo'lsangiz, sababi ikkita misol keltiraman. Masalan, birinchi misol, o'tgan yil topshirgan o'quvchimiz mana To'xtasin va Gulhayo B darajadagi sertifikat olgan. Bu 30 ta yo 29 tani bermaydi. Lekin imtihonga kirib, inshaalloh 30 ta ishlab chiqaman, domla, Mediusga kiraman deb qat'iy niyat qilgandi va imtihonga kirib 29 ta ishlab chiqqan. Bu sertifikatidan ancha baland, sertifikat foizidan va Mediusga Toshkent tibbiyot akademiyasi Chirchiq filialiga kirgan. Ikkinchi o'quvchimiz mana Tursunov Biloldan C+ darajadagi sertifikat olgan, lekin sertifikatidan foydalanmagan. Bu bola ham Mediusga kirishim kerak deb 29 ta yo 30 ishlab chiqqan bu bola ham biologiyadan. Adashmasam 30 ta ishlab chiqqan va Andijon davlat tibbiyot institutiga, davolash fakultetiga kirgan. Ya'ni DTMda ishlab kirgan. Shuning uchun C va B darajadagi sertifikatdan foydalanmasdan DTMda ishlab chiqsalar yaxshi. Sababi biologiya bu birinchi fan, 3/1 ball beradi. Aksi bo'lib qolishi ham mumkin. Bu kamdan kam holatda agar Mediusga kirmoqchi bo'lsangiz, qat'iy qaror qilib biologiyani maksimal darajada ishlashga harakat qilishingiz kerak. Shunaqa biologiyadan past darajadagi sertifikatimni ishlataman deydigan do'stingizga bu videoda tashlab qo'ying. Inshaalloh foydali bo'lsa.